O'zbekistonda birinchi marta Umr tanqislik, kamqonlik kasalliklari. Mana kamqonlikni oldini oladi. 200 gramm iste'mol qilishsin, uzog'i bilan 300 gramm. Bu kun davomida bu kasallik temir bilan organizm to'yinib boradi. Undan tashqari birinchi navli un bor. Uni ham tarkibida temir moddasi, vitaminlar ham bor. Shunga ham juda katta ahamiyat berish kerak. Vitaminlarga ham ahamiyat berishimiz kerak. Masalan, suv beruvchilardan askorbin kislotasi ozgina qaynaldimi, 20, 30, 40, 50 gradus parchalanib ketadi. Hech qanday ularni ta'siri ham mohiyati yo'q. Bu yerda B1, B2, B4, B5, B6, B12 hamma vitaminlar bor. Bu vitaminlar organizm ham o'sish rivojlanishida, yurak-qon tomir kasalliklarini ham oldini olishda, beri shunaqa o'xshash kasalliklarimiz bor. Nerv tolallarida, qandaydir o'zgarish bo'ladigan nevroz holatlarida kerakli bo'lgan vitaminlar bular. Hammasi masalan dori sifatida tavsiya etiladi. Uning o'rniga mana shu mahsulotlar iste'mol qilinsin. Ham oldini oladi, profilaktika bu, ham davolaydi ham. Masalan, bor boshqa mahsulotlar, uni siz olib kelasiz, gohida olib kelasiz, gohida olib kelmaysiz. Lekin bu mahsulotlar hamma vaqt turadi. Bilasiz, non, Toshkent non shahri. Shuning uchun ham bu nonni biz doimo ham iste'mol qilamiz, xarid qilamiz va albatta shu mahsulotlarni iste'mol qilinsa yaxshi bo'lar edi.